Assalomu alaykum, hurmatli bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuvchi, qaddidan qadri baland yurtdoshlarimiz, Mehrdaryo obunachilarimiz. Mana hammalaringiz kuzatib turibsizlar. Biz hozir bizni xayriya aksiya ishlarimiz Toshkent viloyati, Toshkent tumanida, ya'ni xalq tili bilan aytganda Keles tumanidamiz. Inshaalloh mana bu yerga ham kelib, mana shu xayrli ishlarni boshlaganimizga bugun 11-kun, kun yakuni. Bugun 15-aprel 2025-yil. Ko'pchiliklaringiz menga savol bilan murojaat qilasizlar. Bu o'zi kimsizlar? Qanday tez kunlarda o'zi bitta uyni qurish uchun 2-3 oy, 6 oylab urinaymiz. Sizlarga bir oyning ichiga bitta uyni qurib, kalitni xonadon egalariga topshirib, bir xursand qilib chiqib ketasizlar deb ko'p savollar berasizlar. Ozgina urg'u berib o'taman. Bizning guruhimiz butun tizim, mana ichki ishlar, Milliy gvardiya, mudofaa hamda terrorizmga qarshi kurash korpusi da xizmat qilayotgan xodimlar hamda nafaqadagi xodimlar hamda saxovatpesha yurtdoshlarimiz jamoamiz jam bo'lib mana shunaqa o'ksik qalblarni quvonchlar olib kirib yuribmiz. Maqsadimiz nima, azizlarim? Maqsadimiz muhtaram yurtboshimiz ta'kidlab o'tganlaridek inson qadri hamda kambag'alchilikdan farovonlik hayoti sari dasturi va sen yolg'iz emassan xayriya aksiyamiz mana bugun azizlarim 11-kun, 11 kun davomida misli ko'rinmagan ishlarni amalga oshiramiz. Hattoki mana shu darajaga chiqdik. O'zbekistondagi eng nomdor quruvchilar bilan ham poyga o'ynashga tayyormiz inshaalloh. Azizlarim, mana eshiklar Samarqanddan kelib, hozir sizlarga 11 kunlik jarayonni qisqa qilib video qilib o'taman. Ovqatlar pishiryapti ustalarimiz uchun. Ustalarimizdan begona emas, Milliy gvardiya saflarida xizmat qilayotgan hamda nafaqadagi aka-ukalarimiz bilan birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib mana shu xayriya ishlarimizni davom ettiramiz. Juda o'ta muhtoj oila. Hozir yaqin kunlar ichida shu bitta muhtoj oila yurtimizda tugaydi inshaalloh. Ovqatlar mana kechki ovqatga tayyorgarlik. Buni olib tashlaymiz. Buni buzib tashlaymiz. Bu yerda nima darvozaxona bo'ladi. Meni gaz shu yerda, shu uchun buzmay turibmiz. Mana to'q hamma joy bo'ldi. Akfa derazalar qo'yildi. Shu oilaga yordam berayotgan barcha saxovatpesha insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Mana bu oshxonamiz bo'ladi, xudo xolasa. Mana patolog qismi bugun yakunlanadi. Bu birinchi xona, mana bu ikkinchi xona. Ikkinchi xona patolog qismi mana dekor plastik olindi. Derazalar narkoslari olindi. Devorda aboyga tayyor qilib, shpaklovkani eng tozasi, qimmatidan surtildi. Xudo xolasa mana parket pollarni olib kelganmiz bugun. Parket pol urilib, aboyga tayyor bo'ldi. Bu ikkinchi xona. Mana zalimiz ham mana tepasi dekor plastik qilindi. Bu to'rtinchi xonamiz. Mana to'rtinchi xonamizda xudo xolasa aboyga tayyor bo'ldi. Polga tayyor bo'ldi. Parket polga yuqorida ham dekor plastik qilindi. Derazalar hammasi bo'lib yaxshilar. Derazalar o'rnatib, atmosfera ham o'rnandi. Xudo xolasa mana xonamiz akalarimizga Xudo quvvat bersin. Barchasini mana shu videoni ko'rsa, mana hammasini bir qator ko'rsatib o'taman. Ota-onasiga ming rahmat shuningdek. Hammasi xodimda. Yuqori tomonda mana bu devor qilindi. Bu alohida qilindi xona qizimizga. Ona qizimizga. Mana yuqori plastiklar. Deraza, ikkita deraza qo'yildi. Xudo xolasa pol bilan mana bu parovoy ataklilar qoldi. Bu yoq tomoni ham orqa qismi yuvinish xonasi bilan hojatxona ham mana terib bo'lindi. Ishlari Xudo xolasa tom qismi qoldi. Ertaga tom qismini yopib
nasib bo'lsa bu yerni ham bir go'zal holatga keltiramiz azizlarim. Rahmat. Endi ozgina video qilib o'tay dedim. Çünkü ko'pchilik qiziqib turibdi, qani nima bo'ldi deb. Xudo xolasa Allohga oson. Xudo chevar zot inshaalloh mana bir jamoa bo'lib mana shu xonadonga ham bir xursandchilik olib kiramiz azizlarim. Mana qisqa qilib video obzor qilib o'tdim. Yana sizlarga kengroq yoritaveraman. Xudo xolasa oz qoldi. Duoda bo'lib turinglar. Rahmat.